Tasavvur qiling opa, mana shu gollik ko'ylakni zalingizga qo'yib qo'ysangiz, ko'rgan qo'ni-qo'shnilaringiz ichi yonadi-yu. Ko'rishingiz mumkin, siz golligimizni. Xo'p, razmeridan boshlaymiz. Eng avvalo, razmeri 3 metrga 2.30 qilib ishlangan bo'ladi. Ichida shu ikkita pufiga komplektda bo'ladi. Bu yoq kichkina chasli, ya'ni 2.30 chasli sandiq qilib ishlangan bo'ladi. Ko'rishingiz bo'ladi. Bemalol narsalarni solib qo'ysangiz bo'ladi. Endi materialga keladigan bo'lsak, materialga bitta alohida e'tibor beringlar. Mana materialni mo'yishi bo'ladi, bemalol yumshatsanglar bo'ladi, tozalatsanglar bo'ladi. Sifatlariga alohida kafolat va garantiya beriladi. Xo'p, katta chasli, ya'ni 3 metrlik chasli kravat bilan ochiladi, ya'ni mexanizmni ko'rsataman, ochilishini ko'rsanglar bo'ladi. Kravat bilan ochilganda shu yoqqacha kelib ochiladi. Mexanizmlari temir karkas qilib ishlangan bo'ladi. Shu mana shu ikkita pufligini birlashtirib qo'ysangiz, marhamat. Mana shu ikkita pufligini birlashtirib qo'ysangiz, bemalol bolalaringiz ham yotsa bo'ladi. Tarafiga keladigan bo'lsak, tarafini o'zgartirib bera olamiz. Ranglarini istalgan rangingizni qilib bera olamiz. Boshlang'ich to'lovsiz 12 oyga hech qanday jarima va penallarsiz bo'lib to'lashga 12 oyga 852 ming so'mdan chiqadi. Kunlik to'lovi bor yo'g'i 28 ming so'm. Sizlarga shunaqa chester fasonli golfni kerak bo'lsa, albatta Sharqiy do'koniga murojaat qilsangiz bo'ladi va sizlarga qilib bera olamiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bir dona pasport kerak bo'ladi. 13 ta viloyatga esa pasport bilan plastik karta. Pasportni varaqqa qoldiraman, o'sha raqamlarga bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Salomat bo'linglar.